Bugun biz Drujbada odamlarga pul tarqatamiz. Let's go. Ketdik, birinchi o'ljani top. Assalomu alaykum. Uzun tezkor bormi sizda? Ketdik. Brat, uzun tezkor bormi sizda? Yo'q, uzun tezkor bo'lishi kerak edi. Rahmat. Yo'q, odamlarda uzun tezkor. Pul imkoniyatidan yo'q bo'lib qolishdi hozir. Brat, assalomu alaykum. Uzun tezkor bormi? Ko'rsatingchi. Nima bu? Brat, sizda uzun tezkor ilovasi bormi? Tezkor bor. Ko'rsatingchi. Bo'pti, hozir joyida uzun tezkor ilovasini yuklab olsangiz, men sizga 200 ming so'm pul beraman. Bo'ladimi? Xursandligingizni ko'rsatmayapsiz? Emotsiya beraman. Ha, bo'ldi. Let's go, bro. Qaytgancha do'stlar, uzun tezkorda mana maxsus Ahror promokodim bor. Siz birinchi 3 ta zakazingizga katta bonuslar qilsangiz bo'ladi. Foydalanamiz. Yaxshimisiz? Uzun tezkor ilovasi bormi sizda? Bor. Qani bitta ko'rsatingchi, pul beramiz agar bo'lsa. Yes, bor ekan. Let's go. Aka, rahmat. Uzun tezkor ilovalar bormi? Yo'q-a? Agar bo'lganda har biriga 100 ming so'mdan beradi. Uzun tezkor ilovalar bormi? Yo'q. Bo'pti, oranglardan kimdir hozir skachat qilsa, 200 ming so'm tashlab beraman. Sizlar ham ilovani yuklab olinglar va 200 ming so'm qo'liga olinglar. Jo, yuklab oldilar. Yana bitta uzun tezkor revets bor. Uzun tezkor bormi ilova kimdirda? Uzun tezkor. Bo'ldi, brat, yutdilar bular. Beraman sizga 100 ming so'm. Shu bularda ham uzun tezkor bor ekan, uzun tezkor borligi uchun bularga 100 ming so'm o'tkazib beramiz. Xullas do'stlar, mana Drujbadagi insonlarga ham pul tarqatdik. Agar sizlar ham o'zingizlarning imkoniyatinglarni qo'ldan boy berginglar kelmasa, unda uzun tezkor ilovasini yuklab olinglar va keyingi safar может sizlarga pul tushadi. Давайте, gaplashamiz.